Çocuqlarla lekin sizlarni yoshlarga munosabat emas deydi. Bunda bitta qarshi chalsalar yaxshi bo'lardi bu davrda. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bugun davramizni davom ettiramiz. Bugun davramiz sahnaga hozirgina aytilgandek kelgan mehmonlar o'sha 40 yillik tarixda eslaydimi yoki o'zini bir alohida so'zlari bor va so'zda kelib tushyapti qog'ozchalarda. Azizlar, bitta narsa Fozil qori Yosif o'g'li ustozimizning bir so'zi bor. Alloh rahmatiga olsin insonni. Bandaning ko'zi yosh chiqqa, tavakkal qilar sog'liqqa. Sog'liq bo'lsa bo'lar ekan, sog'liq bo'lsa qilar ekan. Hattan dedim, bandaning holatdan dedim. Ikkinchi tavakkalda odamga qilar ekan, insonga ishongani bor ekan, suyagani bor ekan. Dushmon dedim, o'zingga dushmon dedim. Navbat yetdi uchiga, ishon Tangri kuchiga. Unutmagin tuni-kun mashallahu kanama lam yashallam yakun. O'zi xohlagani bo'lar ekan, o'zi istagani bo'lar ekan. Qo'rqmasdan qilganlarga yaratganga tavakkal deydi. Sizlar yaratganga tavakkal qilib keldilaring. To'g'rimi? Qancha viloyatlardan, qancha joylardan keldilaring. Shuning uchun sizlarga rahmat aytamiz. O'sha kelgan mehmonlar mana navbat bilan tog' oshib kelgan deyishyapti. Lekin bizda boshqa yana bitta ma'lumot kelgan. Birinchilardan o'qib beraman, mayli. Asrdagi Xorazmlik ekan, hozir Toshkentda yashayotgan professor Boboxonov Gulimboy aka qarsak bo'lsa davraga. Buxorodan To'lqin hoji aka davramizga. Buxorodan To'lqin hoji aka. Andijon, go'zal Andijondan Dilorom Ergashevani taklif qilishyapti hozir. Bormilar? Va esa Qurbon Murod aka, hali adashmasam, Qurbon Murod aka. Ha, shu yerda Qurbon Murod aka, assalomu alaykum. Tushiribsizlar. Assalomu alaykum. Gulimboy aka. Professor Gulimboy aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Farg'onada Ibrohim aka ham ekan. Bormi? Farg'ona viloyatida Ibrohim aka. Patok starsiyga. Farg'ona viloyati. Gulimboy aka, xush kelibsiz. Surxondaryo zaminiga bugun tashrifingiz bilan hammalaringizni qutlaymiz. Bitta narsaga taassurotlarni o'rtoqlashasiz. Albatta. Nimadir o'zgargandir Surxondaryoda, nima? Nimadir o'zgarish bo'lgandir. Qachon kelgansiz-ku? Ana endi kelyapsizlar. Mana 3 yillik diydor qanaqa shirin. To'g'rimi? Qani so'zi sizlar, ustoz. Assalomu alaykum. Hurmatli kursdoshlar. Mana bugun Surxondaryo devoriga kelib mehmon bo'lib o'tirgan tashkilotchilarga katta rahmat jo'rar akalar. Endi bundan 51 yil oldin bizlar 17-18 yoshlar bo'lgan ko'z ochilmagan kuchuk bola edik. Ana men Xorazmdan Toshkentga kelganmanda nilon ko'ylak kiyib kelganman, ichidan ko'k mayga kiyib kelganman. Bilmaganman shu mayganing ichida ko'ylakning ichida oq mayga kiyish kerak ekan. Chochlar tikka ketgan, yo'shilga o'xshagan. Endi institutga o'qishga kirdik. 3 kun kechikib keldim. Poyezd bo'lmadi, Xorazmda bu paytda hozir bunaqa telefonlar yo'q. Darvoza oldida kelsam, bitta professor turgan ekan, mavzu yaqqa kelgandim. Bordim oldilariga. Kimsan dedi. Boboxon Gulimboy. Qaysi guruhdasan?
Bilmayman, domla endi kelyapman men. Keyin aytdiki, borda darrov dekanatga kirganda hozirda ichagingni boshingga salla qilaman dedi. Nima ekan u ichagini salla qiladigan bilmayman. Keyin esimga tushib, ishqilib mana Alloh rahmatga olgan bo'lsin degan prorektorimiz ekan. Doimo Amin Sulaymonovchi paxtalarni ham kelganlarni tuzatib shularni ta'limlarini, domlalarni ta'limlarini olib, mana institut tugaganlar 40 yil bo'libdi. Shu estafetani bermasdan bu O'rta Osiyo meditsina pediatriya instituti girdilar bu paytda. Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston hammasi. Hozir ham mana shu o'tirganda shu respublikada degan. Ko'plarimiz chet ellarda ishlayapti. Avstraliyadami, Rossiyadami, Germaniyadami ko'plari kelolmadi. Amerikada ishlashyapti. Estafetani qo'ldan bermasdan mana shu hozirgi ko'pimiz pensiyaga chiqqanmiz. Lekin oq yuzli ishlarimizni tugatib, imkon boricha hissamizni qo'shib, elimizni, yurtimizni sog'lagan. Bundan keyin kuchimizni shunga sarf qilamiz. Mana bugun chiroyli ajoyib kun bilan hammangizni tabriklayman. Surxondaryo o'zi bu hamma o'lkagan. Surxondaryoda aktivistlar bo'lgan, Farg'onada al-Xorazmiylar bo'lgan, Farg'onalar bo'lgan, Buxoroda Ibn Sinolar bo'lgan. Bu haligi juda tarixga boy bo'lgan davlat. Endi yana bitta narsa, Surxondaryoda ham Mang'it qabilasi bor. Xorazmda ham Mang'it qabilasi bor. Yana Qo'ng'irot qabilasi bor. Shunaqa bo'lganak ikkala Amudaryo bo'yida joylashgan-ku. Bu ikkala qabilaning o'rtasida qanaqadir bir janjal kelishmovchilik bo'lganda, o'shanda yo Surxondaryodan Xorazmga qarab yurishgan, yo Xorazmdan Surxondaryoga qarab yurishgan. Xorazmda ham bu yoqda ham bu yoqda qora uylar bo'lgan. Qora uylarning eshiklarini bittasi bu yoqqa qarab ko'rsa, bittasi bu yoqqa, yuzimiz ham tushmasin. Lekin qaraydigan bo'lsa, yuz kallasi terisining tuzilishi Xorazmliklar Surxondaryoliklar bir xil. Urf-odatlari ham bir xil. Mana shu yerda mana Ibrohim, mana Chorvoy xizmat ko'rsatib, ular doktor degan unvonga sodiq qolgan. Doktor degan unvonni kimga beradi? Bu Serko'zning tugatganga bermaydi, yoki boshqasiga bermaydi. Doktor degani bu hamma narsani biladigan degan. Shu unvonga sodiq bo'lib kelgan xatolimizdan xato bo'lmasdan mana shu keyingi uchrashuvlarda ham yana birgalikda shu sarhisob ko'rish hammamizga nasib qilsin. Rahmat, ko'p gapirib olganimiz. Assalomu alaykum. Xudo yaqindan kelgan hamkasblar, hamkurslar, kursdoshlar. Mana bugun Surxon vohasida juda ajoyib tantanali guvoh bo'lib o'tiribmiz. Haqiqatdan ham 43 yil davomida Surxondaryoga kelmagan ekanman. Aslida nimagaki o'qish davrimizda ko'p joylarga borardik endi, lekin shu o'qishni bitirgunga
yetkizganligiga yetkazardi. Hammamiz yetkazib o'tiribmiz. Biz Farg'onadan ham keldik, ko'pchiligimiz do'stlarimiz bor, Nadirjon, Abdurahim do'stlarimizdan kelganmiz. Mana shu do'stlarimiz bilan birga shu xursandchilikka sherik bo'lib kelganmiz. Alloh nasib qilsa, Xudo umr bersa, sog'lik bersa, mana shunday o'tirishdan artmasin. Ko'p birgalashib o'tiraylik. Ko'p ishlarni qilaylik. Daromad aytmoqchi, kimdir pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, lekin sog'lig'ini saqlash bo'yicha o'zlarining mehnatini qilib yuribdi. Pensiyada bo'lsa ham mehnat qilishdi. Hali Xudo xolisa ko'p ish qilamiz. Alloh umr bersin. Hammalaringiz salomatlik tilayman. Salomat bo'linglar. Shunaqa o'tirishlarga Alloh nasib qilsin. Sog' salomat mana shu bugun Surxondaryo degan joyda bir ajoyib voqea. Mana men birinchi marta ko'ryapman-da. Qara 72 ga kiribman, endi ko'ryapman Surxondaryoni. Bunaqangi joyda ko'rish Alloh berdi. O'zim ham hayron qolyapman. Shu vaqtgacha ko'rmaganimga. Gullab yashayapman. Do'stlarimizga rahmat, tashkilotchilarga rahmat. Chunki bu oson narsa emas. Ikkita odamni olib kelib olib, o'tirib ularni tashkillab juda ham qiyin narsa. Lekin shularga kuch-quvvat tilayman, rahmat aytaman, minnatdorman. Sog' salomat bo'linglar hammasi. Rahmat akajon. Assalomu alaykum. Rahmatli va barakatli hurmatli kursdoshlar, birga o'qigan o'rtoqlar, jo'ralar. Avvalo o'qish kelibsizlar. O'zbekistonni janubiga Surxondaryoni hech kim shunaqa deb o'ylamaydi. Mana shu Denovni o'ziga qarasangizda xuddi Toshkent viloyati Toshkentga kiradigan joyda o'ylaysizlar. Hayron qoldik yerda shunaqa ma'lumotlar joylarda. Avvalo o'qish kelibsizlar. Ibrohim akamiz endi u kishi o'zlari Surxondaryoda bittagina kishi. Xo'sh, mana o'zlari bo'yiga olishlar bilan tashkilot ishlarini qildilar. Doim boshimizdan sog' salomat bo'lsinlar. Mana bu ajoyib ustozlarimiz, akalarimiz mana chiroyli gaplar gapirdilar. Qancha chiroyli gapirsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Endi Xudo xolasa bu narsa bundan keyin davom etaversin. Mana viloyatdan boshladik. Men o'ylab o'tirman, xayolimda gaplashamiz. Xudo xolasa niyat qilaylik, mana shu yerda mana Ibrohim akam o'tiribdilar. Xudo xolasa kelasi yil Xudo xolasa Qashqadaryoda bo'ladi. Qabak. Keyin Xorazm, Qoraqalpoq, Navoiy, Samarqand, ana Jizzax, ana shunday qilib bir boshdan boriladi. Ana Ranopon va'da berdilar, 20-50 yillikda Toshkentga o'zim qilib beraman dedilar. Xuddi shunday qilib endi nega o'qiydi? O'rtoqlar, Xudo xolasa mana bu narsa ozgina qiyinchilik bo'ladi, hamma joyga tushib ketaveradi. Shunaqa o'tirishda bo'laversin. Yilida hech bo'lmasa bir marta shunday uchrashib turaylik. Mana doim sog' salomat bo'linglar. Boshlarimizdan shular akalarimiz sog' salomat bo'lib, tashkilotchilar olib bo'laversinlar. Mana Ra'no opamiz ham sog' salomat bo'lsinlar. Doim yaxshi kunlar uchrashaylik, aramizdan ketish bo'lmasin. Nima yaxshi niyat bo'lsa, niyatlarga sog' salomat kelishlar, sog' salomat manzillarga yetib olsin. Alloh yor, rahmat bersin. Azizlar, Nurabek yonimga, Chorabek yonimga har kimning ham sochi oq. Har kimning ham sochi oq. Yüzüge acınsın, dostsun, imanı pok, minge kirib yorug' yuz, mana shunday 43 yillik to'yda muborak qilib, Parvardigora oxir yoshda har bir insonni qo'liga bir azob tayoq qilsin. Oxir oqibat o'z farzandi qo'lida
opa hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar. Hojiga men yaqinda Buxoroga xizmat safari bilan borganman. Buxoroda Sharif hoji aka degan inson taklif qildi. Mana shu bir chiroyli oqshomga insonni ko'ngliga nima yoqadi, oxirida nima bilan haligi bo'ladi dedi ustoz. Inson o'zi nima bilan yashash kerak? İnsonni o'sha oxirgi kuni ham, boshi ham nima bilan boshlanadi? Bu savollarni ko'p o'sha yerda muhokama bo'ldi. Qattiqda nomlar ustozlarga o'tiribdi. Men lekin bitta narsani aytib, to'g'rimi, noto'g'rimi, bu ustozlar sizlarga havola bo'ladi. Hovlilardan sharqiragan soy o'tsa, yelkalaridan quyosh o'tsa, oy o'tsa, qoshlaringiz mangi kamon yoy o'tsa, sarf yangil adil qolsa bo'yingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz. To'g'rimi? Sog'inch birla ochilsalar eshiklari, uyingizni tor aylasin beshiklari, yangrasalar ushbu kunda armon bo'lgan qo'shiqlari, qiqirlasa ko'rgan o'g'il qizingiz, to'larmidi hech to'lmagan ko'nglingiz. Yellar qaro zulfingizni qulf etib, yelib tursin husningizni mulk etib, saodatni, malohatni tark etib, sarg'aymasin hargiz rangi ro'yingiz, quvonchlarga to'lib bersin ko'nglingiz. Qizilgul qo'ynimda uxlab yotgan gul, qo'llari bo'ynimda uxlab yotgan gul, kiprigi ko'ksimga tig'dek botgan gul, senga nima kerak ey ko'ngil? Boshingdan aylansa qirqilla kokil, sollansa to'lg'ansa qirqilla kokil, joningdan aylansa qirqilla kokil, senga nima kerak yana ey ko'ngil? Beshikni titratsang, chinqirsa ohing, ko'zlari munchog'ing, yuzi oppog'ing, bu yoniq olamda o'chmas chirog'ing, senga nima kerak ey ko'ngil? Jonimni cho'qiydi bir qush kelib jim, men uni bilmayman ey qush o'zing kim? Sen menga hech kim emas, men senga hech kim. Senga nima kerak ey ko'ngil? Sizlarga sog'lik kerak. Sizlarga nabira chevara yetaklash kerak. Ana ko'ngilga nima kerak? Sizlarga bitta qarsoq kerak bularga. Ha, bormi qarto'ra? Sizlarga bitta raqs kerak. Bugun boyog'i ustoz O'g'ilxonim bizni chiroyli shogirdlarimizdan bittasi. Bir chorakam bekorga aytmadi. O'sha opani olib kelasiz, men olib kelaman dedi. Men siz uchun dunyoni qanaqa san'atkori bo'lsa olib kelaman. Surxondaryoni eng mashhur san'atkorlardan biri. O'g'ilxonim keling bugun bularga endi qanaqasiga mana bu nima deydi? Vodiycha. Bog'lar. Rahmat aytganiga sog' bo'ling. Bu kursdoshlar bugun eng yaxshi maza qilgan kunda. Boya aytdi-ku, bu yerga kelish bilan sababi mana shu Nurov chorakamiz tufayli. Tom chorakam rosa axtargan, meni topolmagan. Meni taqdir bilan kichkinamiz 1,5 yoshlik, 1,5 yoshlik bola qizcham bor. Shuni men ham sal mazasi qo'shib, peshonasidan borib chiqib qoldim-da. Men ham o'par ekan oldimda doktorga. Atak bo'lmasa topishsam qiyinroq bo'lardi. Endi vodiylik mehmonlarimiz boya aytdi-ku, hamma viloyatdan kelgansizlar. Men bu yerda men Dilar opamni taniyapman, mana Sarasiyonlik Dilar opamizni taniyapman. Sizni taniyapman, qarang. Dilar opamni taniyapman. Endi Dilarda hamma kursdoshlarni olib chiqarsa, hozir vodiylik kursdoshlardan iltimos bo'lyapti, bitta tanovvar, bitta ayrilmasin. Diqqat vodiyliklar boya vodiyliklarimiz qaniydi? Mana stolda o'tirgan. Endi kelasiz, sizni talabingizga binoan qo'shiq bo'ladi. Hamma kursdoshlarni davraga taklif qilamiz. Sizlarga atalgan o'sha tanovvar qo'shig'i, ayrilmasin qo'shiqlari bo'lar ekan. Hamma kursdoshlar chiqar ekansizlar. Davom etamiz. Hammaga yaxshi sharoit tilaymiz. Hojoni chiqinglar. Hojonalarimiz hamma chiqsin.
Assalomu alaykum, hurmatli shu tadbir qatnashchilari. Iloyim shunday uchrashuvlar ko'p bo'laversin. Endi ozgina hayajon bo'lib turibdi, aralashtirma qilmaysizlar. Nima deymiz? Shunday uchrashuvlar ko'p bo'laversin. Xudo xolasa bizlarni Xorazmdan bo'lsin. Nima deymiz endi? Qo'limizdan kelgancha shu bir davra qo'shiqlarimizni, Xorazmcha qo'shiqlarimizni marhamat taqdim qilamiz, o'ynab beramiz, marhamat. Hech o'ylamang kuyi qo'ygan ekanman. Nerlardan ham seni sevgan ekanman. Endi bilsam sana yo'liqqan günüm, endi bilsam sana yo'liqqan günüm. Doğrusu canım bana doygan ekanman. Doğrusu canım bana doygan ekanman. Eman kablagin diye boynuma soldun, hüsnüye bunçaya rengini aldın. Aman kablagin diye boynuma soldun, hüsnüye bunçaya rengini aldın. Yaşını silap diye üçe çıkayıp zengini aldın. Üçe çıkayıp zengini aldın. Bir yerde kaldım
Azimat Shukurovich. Namangan viloyatidan bitta qarshi olinglar ustozga. Ha, ustoz assalomu alaykum. Men sizni alohida nomerga saqlab qo'ydim dedim-a? O'tgan navbatda aytdimmi? Ustozni alohida nomerga saqlab qo'ydim dedim. Chunki ustozni mana Xorazmdan Sherzodbekga shunaqa juda chiroyli qo'shiqlar aytdi. Men Og'abek Sobirov bilan juda ko'p to'ylarda bo'lganman, sahnalarda bo'lganmiz. Bitta so'zi bor, lekin Surxondaryoda yozilgan. Ustoz yurmagan ishlaring ketsa yurishib, o'tirsang poyingda tikka turishib, quvansang pinhona labin burishib, atrofing o'ragan ayyorlar ozmo, yiqilsang tepishga tayyorlar ozmo. Eshitgansizmi? Maqsadi dasturxon neki yo'q boring, chiroyli bo'lsa gari san sevgan yoring, yoki yetolmagan mansabing koring, atrofing o'ragan ayyorlar ozmo, yig'lasang kulishga tayyorlar ozmo. Mushuging yo'lbars deb etingni sizlar, qaysi do'st dushmanmi bilmaysan izlar. Yurgan qadamingni poyingni izlar, atrofing o'ragan ayyorlar ozmo, yiqilsang yig'lasang tepishga kulishga tayyorlar ozmo dedi. Do'stlar, atrofda o'sha yiqilsangiz tepishga yo kulishga tayyor do'stlar bo'lmasin. Ustozdan eshitamiz endi qolganda. Bitta qarsak jo'nasizlar ustozga. Assalomu alaykum Surxondaryo diyori. Assalomu alaykum bugungi mana shu ajoyib tantanaga taklif qilgan aziz kursdoshlarimiz, aziz do'stlar, aziz mehmonlar. Barchalaringiz mana shu bugungi tantanaga juda katta niyat bilan kelishgan Ibrohimjon, Ra'noxon xo'jayini, Chorvoy, Dilbar va boshqalarning mehnatlari bilan mana shu bugungi anjumanga hammamiz davomli yig'ilishib turibmiz. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Mana shu bugungi barcha bo'lgan yaxshi tilaklarni hammasiga qo'shilgan holda bugun davrada juda ham bizda juda chiroyli bo'ldi. Hamma kursdoshlarimizga, hamma mehmonlarimizga, mana shu tantanaga juda katta mehnat qilgan kursdoshlarimizga, Chorvoylarga, Dilbarxonlarga, Zulfmarxonlarga, Ra'noxonga, Xo'jayaga, To'lqinboylarga, hammalariga katta rahmatlar aytamiz. Tashakkurlar bo'lsin. Endi bugungi kunimizga baholasa qo'limizdan kelgancha shoirlik emasmiz. Shoirlikka talabimiz ham yo'q. O'zimizni ko'ngildagi izhor qilingan so'zlarni she'rga aylantirib kelganmiz. Shuni ruxsatingizni o'qib beraman. Surxondaryoga salom Surxon yurtim deb atadim. Bismillahirrohmanirrohim. Surxon yurtim qabul ayla, senga bo'lgan salomimni, dilimdagi ash'orimni, kalomimni, vodiylardan olib kelgan bahorimni. Salom senga Farg'onaning yo'llaridan, salom senga Andijonning soylaridan, salom senga Namanganning gullaridan, salom senga Norin daryo bo'ylaridan. Baxshlarning makonisan sen ulug'san, Alpamishning ulusan sen ulug'san, Chanqovuzlar yanglaganda nari tortgan, polvonlarning yurtsan-da sen ulug'san. Shoirlarning qalami o'tkir bunda, do'stlarga xos matonating bordir bunda, dastonlarning to'lgani bordir bunda. Olam ijra o'zing daston sen Surxonsan. Bobolarning poyiga gullar to'shay, momolarning poyiga gullar to'shay, Chanqovuzning davushiga quloq tutay, sadolarda Alpamishning sars kelar, qirlaringda boboqoq nafasi kelar. Azamat ham o'sha avlod bolasidan, zamonlardan yetib kelgan nolasidan, qir adirlar nafasiga mahv
Dostum aytsam Qarchig'ayning izlaridan yurgani keldim. Bobolarning izlaridan o'pgani keldim. Ko'zlarimga izlaridan surgani keldim. Qoyalarda bir nafas turgani keldim. Azim voha senga salom bergani keldim. Azim voha bahoringni ko'rgani keldim. Azim voha senga o'g'il bo'lgani keldim. Qirlaringdan duru gavhar kelgani keldim. Bahoringni hidlariga to'ygani keldim. Surxon degan ulug' yurtni suygani keldim. Dil izhorim yo'llaringga qo'ygani keldim. Men azamat she'rlarimni olib keldim ha. Qalbim jo'shib, lovlari yonib keldim ha. Vodiylardan salomimni olib keldim ha. Do'stlarimga quchog'imni ochib keldim ha. Dilimdagi quvonchlarim toshib keldim ha. Tog' toshib qo'llaringdan oshib keldim ha. Dastorlarni bitgan yurtga shoshib keldim ha. Alpomislar izlaridan chopib keldim ha. Ustoz, bir de qattiq qarshi cho'lida, qattiqroq. Iltimos qilsangiz. Ben sizga boshi berib ko'cha ta'sirda. Sog' bo'ling. Mutaxassis edimi? Pediatr. Hurmatli ustozlar, Chorakam Nurovman men yonimda turibdi. Mana o'zi asli doktorman. Malinki doktor deydi-yu. Oldin feldsherskini tugatdim, 4 yil. Ondan keyin Toshkent akademiyasini borib tugatib keldim. Akam bilan. Lekin hozir soham bo'ladi. Umuman soha choraga adashib ketdim bu sohaga, to'g'rimi? Va iqtisodiyot sohasiga o'tib ketdim. Lekin bu mana hobbi desam bo'ladi. Akamga rahmat. Ustozlar, hammalaringizga ya o'sha qayerda, shu onaxon qayerda men o'zim boraman. Ranaxonga o'zim boraman siz yoningizga. O'tirib turing. Endi hammalaringga ustozlar boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman, sog' bo'linglar. Sizlarga o'xshagan ustozlar menga dars bergani uchun, ozgina o'sha meditsinani ilmini o'rganganim uchun sizlarga kattakon rahmat aytaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bitta narsani aytmoqchiman ustoz. Odam o'zining yurtida yashagani maqulroq ekan-da, Chorak. Bilasizmi? Akam bularlar bu inson. Men juda ko'p yurtlarga bordim. Mana shu san'at bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p yurtga, Xorazmga bordim, Buxoroga ham bordim, O'zbekistonning hamma joyiga bordim, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya Federatsiyasiga bilasizlar borib keldim. Lekin bitta narsa bor. Hamma hikmat asli tog'i toshda ekan. Ustoz, bu dunyoda kim och, kim ochda ekan. Kezib ko'rdim qancha yurt, qancha davonlarni. O'z yurtimda she'r o'qimoq boshqa ekan. O'z yurtimda ravo, obro', shuhrat, shon ham, bir kosa suv, bir totim tuz, parcha non ham. Bunda meni dala tuzlar tushungaylar, saratonda kuygan yuzlar tushungaylar. Bunda meni tinglar oyu quyoshlarim, 8 tadan farzand ko'rgan kursdoshlarim. Oq qizlarjon bir chekkada tinglab mana, oq gullarday tizilishib tinglar mana. Qo'llarida suyib uzgan rayhonlari, tinglar meni O'zbekiston jononlari. Zulflaridan arzildirgan yor qilsam, qoshlarini xatlaridan tomar qilsam. Jon xolalar ko'zingizda ne o'y tashvish, ulg'aydimi qizlar o'sib yozi kuz qish. Sherim gulxan bo'lib kirsin uyingizga, yaxshi kuyovlardan bersin sizga. Ammalarim xayolini belanchaklari, bersin sizga yaxshi kelinchaklari.
Başlarından yıldız yağsın samaların, dereyletip daimi çalsın meşhur büyük hafızlarım. Çobanlarım her türünüz toy bulgusu, kırlarınız tola kozu koy bulgusu, ger sizge baran erur mihrim mening, bir şamşıra bulaldım şiirim mening. Çarçegenmi, planları tola tola, sırtı dilden şiir dinleydi, reis buva. Boynun silap iyagini ıstatırab, nimalarni qo'ylar suvchi mamaraja. Noto'g'ri bo'lsa qarshi olmaysizlar. Sabırıyla aman bo'linglar, ha? Noto'g'ri bo'lsa qarshi olmaysizlar. Ramoya Xorazmdan ketdi, bitta qarshi olinglar Xorazm. Rahmat ustoz. Ustoz sizga rahmat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Nerindan Xorazmdan. Anqadimi ya? Anqada kelibdi mana. Assalomu alaykum, hurmatli kursdoshlar. 5 yil birga o'qigan qadrdonlarim, mehribonlarim. Mehrim hamisha siz bilan. Men 1976-yilda Sanpi degan aziz dargohda sizlar bilan birgalikda o'qishga kirdik. Studentlik yillari, paxta vaqtlari, go'zal qizlar hammamiz birgalikda mehnat qildik. Vatanni sevdik. O'zlaringizni sevdinglar. Mana bugun muborak yoshdasizlar. Birlaringiz foji ota, birlaringiz foji ona. O'z yurtingizda hurmatli, e'tiborli odamsizlar. Endi bu yoqqa mana uchrashuv qilyapmiz. Har yil hammamiz bu uchrashuv tashkilotchilariga kattadan katta rahmat. Mana birimiz bilan tog' bilan uchrashmaydi. Odam bilan uchrashadi. Uchrashib, mehrimizni bo'lashib, qancha xursandchilikka sabab bo'lib o'tiribmiz. Men sizlarga yana bitta narsani aytmoqchiman. Men o'zim go'zal Xorazm farzandiman. Bunga men umrim bo'yi faxrlanaman. Lekin bir go'zal yigitga turmushga chiqib, hozir o'ziday baxtli, o'ziday sodda, go'zal Qoraqalpog'istonning 4 shahriga kelin bo'lib tushganman. Qizlari Palaxmon toshi deydi. O'sha Palaxmon toshi menga kirgan ekan. Meni aziz dugonalarim, Darmonjon, Dulorom, Muhabbat bitta nonni bo'lishib yeganmiz. Shularni ham diydorini Alloh taolo yegan nasib qildi. Hamma guruhdoshlarim, 125-guruh qizlari. Sizlar bilan umuman hech aloqani uzmadim shu paytgacha. Sizlarga chuqur ta'zim, meni unutmaganlaringizga. Hammangizga katta rahmat. Elimda kutaman sizlar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Endi hamma stuldan bitta chiqyapti, lekin asheta bitta onaxon o'tiribdilar, ustoz. Anchadan beri kuzatib chiroyli raqs tushingiz. Ha, qaydan kelganlar? Yo, sizni Chirchi, Toshkent, Chirchi. Ashina gapirib o'ylayman. 20 yil Surxondaryoda yashaysiz. Assalomu alaykum. Kursdoshlar, dugonalar, akalar, ukalar. Mana biz bugun 43 yillik bayramimizni nishonlayapmiz. 43 yil bo'ldi institutni bitirganimizga. 43 yil ichida o'zi 10-11 marta uchrashganmiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, yoshlaringizga yosh qo'shilsin. Bolalaringlarni, nevaralaringni rohatini ko'ringlar. Yana shunaqa uchrashuvlar Allohim hamisha bo'lsin. Har yili qatorimizdan adashmasdan hammamiz birgalikda shunday uchrashuvlarni o'tkazaylik. Rahmat. Salomat bo'ling.